Elhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu akbar. İşrah sadri bizzikri ya Allah, yessir emri fi kulli ma alqa, nawwir qalbi wahfadni ya Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşlər. Biz hazır Dünya Şərq Turistlar Qeyrindaşlıq uçuruş yığınına qatnaşış üçün Finlandiyadan gələn doktor Muhammed Ali Qarim və Abdülhafiz Qarimlər bilan söhbət elib barmız. Aldı bilan bizning təklifimizni qəbul qılıb, ziyoratimizni qəbul qılğanlar üçün rəhmət aytamiz. Rəhmət. Aldı bilan qısqaca sizlərlə tanışıb ötsək, özüm tanışdırıb qoyamısınız. Benim ismim Muhammed Ali, Finlandiya turma. Yemen'de okup şu Finlandiya'ya bağlı bir 9 yıl oldu. Şu anda hizmet kılıyordum, her türlü hizmetler bilen. Abdülhafiz Qarimning ismini bilmez, hem de belki televizor görüşlerden tanımaganlar buluşma mümkün. Aldı bilan özünü tanıştırıp ötken olsun. Ben Abdülhafiz, nimadan Finlandiyadan geldim. Ben Azhar Üniversitesini bitirip ondan keyin Finlandiyaga borib, hozir Finlandiyada shu musulmon o'quvchilarga mudarrislik qilib kelayotgan. Bo'ldi, ko'p rahmat. Hurmatli doktor Muhammed Ali Qarim, bu siz Finlandiyadan kelib, shu Dünya Şərq Turistlar Qeyrindaşlıq uçuruşu yig'inida qatnashyapsiz. Bu yig'in qatnashgandan keyin yig'indan bir foyda ta'sirotlar bo'ldimi? Qanday tushunchlarga ega bo'ldingiz? Mush to'g'ridagi, mush yig'in to'g'risidagi ko'z qarashlaringizni anglagan bo'lsak. Rahmat, Allah razı olsun. Bu ziyaretinizler için çok rahmet aytaman. Bu qatımki 8. qatımlık uçuruşumuzunki alohidalik tarafları oldu. Ben burunma qatnaşkan bu kampga. Ama bu qatım alohida meni suyundirgan bir necha ishlar bo'ldi. U bo'lsa-mu biz bundan ilgari uçuruşni arzu qilgan yaxshi ustozlarimiz, professorlarimiz ve başka cemiyetshunos qarindoshlarimiz bilan bu yerda uchrashdik, diydorlashdik, ham suhbat o'tkazdik. Bu biri. İkinci biri, bu qatımki yani 8. qatımlık komitda yig'ilgan qarindoshlarda bir xil yangilik bor ekan. U bo'lsa-mu bundan ilgari kelganlar her yili öz ayni shu qarindoshlar kelgan bo'lsa, bu yil boshqa yangidan vatandan chiqqanlar bo'lsin, yoki boshqa davlatlardan bo'lsin, bir necha davlatlardan kelib yangidan qo'shilgan qarindoshlar bor ekan, bu meni suyundirdi. Ammo tema masalasiga kelsak, bu qatımki tanlangan şu dala faoliyatininki temasi ya mavzusi haqiqatan muhim bir tema. U bo'lsa-mu sağlam ideya ve to'g'ri harakat. Endi sağlam ideya bo'lmasa, to'g'ri harakat bo'lmaydi. To'g'ri harakat bo'lish uchun avval sağlam ideya bo'lish kerak. Yoki sağlam ideya bo'lib, to'g'ri harakat bo'lmasa, yana vaqtida taxmi bo'lmaydi. Demak, biz mushu mavzuni yaqinlab, buning ostida 9 xil abzas berildi. Shuning hammasininki bir-birlab bizga haqiqatan foydasi bo'ldi, foydalandik. Ko'p rahmat sizga. Hurmatli Abdülhafiz Qarim, siz bu yig'inga qatnashgandan keyin qanday tushunchalarga ega bo'ldingiz? Sizning ta'sirotlaringizni olgan bo'lsak. Ben bu yig'inga qatnashgandan keyin, yani bu 3 gün mobaynida nəhayət zor ta'sirat aldım. Birincisi bu yig'in nəhayət bu yılqı degandek, hacim degandek, bu yig'inninki temasi shu sağlam fikr, to'g'ri harakat degan tema nəhayət yaxshi bo'lib ekan, yaxshi tanlanib ekan. Bu to'g'riliq nəhayət yaxshi yangi fikrlarga ega bo'ldik. Uni yaxshi muzokara qilingan bo'ldi. Onun uchun bu yig'inni nəhayət muvaffaqiyatli bo'ldi deb qarayman. Siz bu yig'indan qanday bir natijaning o'ttirib chiqishni arzu qilsiz? Yig'indan kutgan arzungiz nima? Bizningki hamda bu yig'indan arzuyimiz albatta boshda shu birlik, barobarligimizni, sepimizningki birlik bo'lishi, ittifoq bo'lishimiz, har qanday mayli har xil tashkilotlar, har xil sohadagi arboblar yoki ziyolilar bo'lsin, diniy olimlar bo'lsin, hammasi bir yerga kelib
bir yerda jam bo'lib, bu shundoq bir nimalar yig'inlarni uyushtirib, bu shunga qatnashib, o'zining fikrini, hammasi o'z fikrini bayon qilib, buningda bir-birining fikriga hurmat qilib, bu shundoq bir o'rtamni yaratganligi meni haqiqatan suyundirdi. Chunki burun bizda nihoyatda ziyolilar bilan diniy tasodiqlar bir yerga ancha kelinmaydi. Hammasi chunki bir-birini belki uchrashmaganlikdan, uzoq turganlikdan shunday bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo har holda bu tajribalarninki, saboqlarninki tufaylidan necha yil mayli din sohasidagilar bo'lsin yoki ziyoli sohasidagilar bo'lsin, bunda tajriba yakunlarni chiqarib, hamda bir yerga keladigan bo'libdi. Bu nihoyatda yaxshi bir fursat bo'ldi. Oldu, ko'p rahmat. Hurmatli doktor Muhammadilla Qarim, sizningki ko'z qarashlaringizni anglaylik. Bu yig'indan siz qanday bir natijaga o'tirib chiqishni orzu qilsiz? Sizning kutganlaringiz nima? Mening bu yig'indan kutganlarim, shu yig'inda so'zlanib o'tgan sog'lom fikr, to'g'ri harakat ostidagi so'zlangan temalarni har bir anglovchi shu yerda yaxshi bundan foydalanib, shuni o'zimizga o'zlashtirish. Bo'libmi bugun doktor Erkin Akramninki bergan leksiyasida ajoyib bir yaxshi leksiya berdi. U bo'lsa-mu o'zimizni qanday qutuldirish yoki o'zimizga qanday chiqish yo'li izlash. Undan keyin tashkilotchilik, ya'ni lobbichilik bo'ldi. Bumi biz qanday qilib tashkilotlarimizni taraqqiy qildirib qilish demak, mushu qatim so'zlangan temalarni hammamiz o'zimizga o'zlashtirib qilish bilan birga her bir qarindishimiz o'z turadigan davlatiga, o'z joyiga qaytgandan keyin mushu yerlarda so'zlangan temalarni jamoatiga yetkazish, shundaqla buni amallashtirish orqali birdan-bir biz mushu harakatimizni taxmin jonlantirib, sog'lom ideya asosida to'g'ri harakat bilan maqsad deb shuni orzu qilaman. Bo'ldi, ko'p rahmat sizga. Oxirida shu Finlandiyadagi Uyg'urlarning avval to'g'risida so'zlab bergan bo'lsangiz, yana yerdagi jamiyatlar qanday xizmat faoliyatlar qilyotdi, Uyg'urlarning ijtimoiy hayoti qanday ketyotdi, bu vaqtdagi tushunchalaringizni, o'ylaganlaringizni anglasak. Finlandiyaning ahvolini yillardan beri so'zlab kelganlik bu komitda, balkim bu qatimma bugun kechda so'zlab bilishimiz mumkin. U yerda Uyg'urlarning soni Shvetsiya, Norvegiya, Germaniya, Gollandiyaga o'xshash ko'p bo'lmasa-mu, har holda biz shu yerda bir 200-300 Uyg'ur bor deb qaraymiz. Bu Uyg'urlarningki ahvolimiz xili yaxshi. Kichik bo'lsa-mu bir jamiyatimiz bor, Finlandiya Uyg'ur madaniyat markazi va yana bir jamiyatimiz bor. Uningda ba'zi siyosiy faoliyatlarni olib boramiz. Finlandiya Sharq Turkiston markazi jamiyati. Mushu jamiyatlarimiz orqali qo'limizdan kelishicha xizmat qilyapmiz. Endi bo'layotgan xizmatlarning turi shu bolalarimizga, farzandlarimizga Uyg'ur tili, ona tilimizni o'rgatish va shundaqla ularningki diniy kimligini saqlash va shu Finlandiyada turayotgan turklar bo'lsin, arablar bo'lsin va boshqa millatlar bo'lsin, shu tashkilotlarning egillari bilan aloqa qilishib o'zimizni tanishtirish. Bo'ldi, ko'p rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida biz Finlandiyadan kelib, bu yig'in qatnashayotgan mehmonlar bilan ilib olgan suhbatimizni diqqatingizga sundiq. Suhbatimiz shu yerda oxirlashdi. Keyingi programmada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.